Sizlar bilan do'stlar, Jasurbek do'stlar. Videoga like bosib obuna bo'lishni unutmang do'stlar. Men bugun bobomning qishlog'iga keldim do'stlar. Bobom 1-2 oyga boshqa davlatga ketdi do'stlar. Shuning uchun men bugun bobomning uyida yashab turaman do'stlar. Sizlar like bosib obuna qo'yishni unutmanglar. Hop do'stlar. Bu benim için bir duygu boş gerek. Assalomu alaykum Emir. Va alaykum salom. Sen kimsan? Men Markning nevarasiman. Ha, bo'ldi, Markning nevarasisan. Uyini bilasanmi? Ha, bilaman. Ha, bo'ldi, o'zim Markka telefon qilib aytib qo'yaman. Ha, bo'pti, rahmat. Do'stlar, endi biz uyga borishimiz kerak. Neşürünü tamirlayayım do'stlar bugün biz. Bu babamın xonasi. Ha, instrumentlar yo'q. Men hozir o'zimda olaman boltamda. Do'stlar, kech ham chiqib qoldi. Shu yerni tez yamab olishimiz kerak. Ne kadar chopish kerak bo'lishi mumkin. Do'stlar, sizlar like bosib obuna qo'yishni unutmanglar. Shunchasi yetib qolsa kerak. Yetadi. Hop. Bu yoqqa kirib ta'mirlaymiz. Jin olsun. Sizlar like bosib obuna qo'yishni unutmanglar. Bularni ham qo'yib chiqamiz. Mana bo'ldi. Endi bu yoqdan tomda qilamiz. Lekin bobomni uydan tishnab qoldi. Hop, bundan bu yoqda virusdek bor edi. Hop, mana shu. Hop, bitta eshikka solamiz. Buni do'stlar, buni bu yerga qo'yamiz. Shuni solamiz. Hop, buni bombaga qo'yib turamiz. Bular turadi. Hozir bo'ldi. Ana, zo'r chiqdi. Do'stlar, yoqamasa obuna qo'yib like bosib qo'yinglar. Do'stlar, biz hozir bu agrotani qilamiz, chopamiz. Do'stlar, men bu yerni tozalayapman, digital esa ekib chiqyapti. Qolgan o'zing ekib qo'ysan. Ha, bo'ldi, ketaver, o'zim ekib qo'yaman. Hozir biz o'rmonga borib kelamiz. Burada yok. Bunu burada bağlamaz. Bu babamda ortalama göre.
Adamını başka adamla yükseltmek gerek. Sen olsun. Hop ana buldu. Biz bularni merga topshiramiz. Like bosib qo'yishni unutmang. Mer agentlardan olib keldim. Main hazır. Mana. Hayır mer. Mana ek qo'ygan. Haydi. Albomda karatini olib turamiz. Bo'ldi. Buni ham bu yerga qo'yib qo'yamiz. Bo'ldi. Hammaga xayr do'stlar, sizlar obuna bo'lib like bosishni unutmang. Hozir biroz uxlab olay. Bu yerda charchab ketdim.